Hammaga salom, siz Comics kanalidasiz va bu yerda biz sizlar bilan teri parvarishi bo'yicha foydali maslahatlar bilan bo'lishamiz. Mening ismim Zarina, men kosmetologman va Comics bilan birgalikda sizlarga haqiqatan ham ishlaydigan mahsulotlarni ko'rsataman, sevimli vositalarim bilan tanishtiraman hamda parvarish bo'yicha turli xil tavsiyalarimni berib o'taman. Hozir men 2-yil dekretdaman va to'g'risini aytsam, tug'ruqdan keyin yuzimning terisi sal o'zgardi, ya'ni salbiy tarafga tez-tez yallig'lanishlar, tez-tez terining qurish qolishi va tug'ruqdan keyingi ba'zi bir pigmentlar yuzimda paydo bo'lishni boshladi. Oynaga qaraganingizda teringiz avvalgidek emasligini ko'rib asabiylashasiz va ularni tezda tuzatishni xohlaysiz va ko'plab mahsulotlarni sinab ko'rasiz. Garchi bu juda ham xato. Bizning terimiz uchun bu xato hisoblanadi. Shu tariqa men ham birinchi xatolarimni qilishni boshlaganman. Birinchi xatolarimdan biri bu hamma narsani darhol tuzatishni xohlash. Ya'ni har kuni ertalab oynaga qarab, yangi dog'lar yoki yallig'lanishlarni ko'rganingizda darhol nimadir qilmoqchi bo'lasiz. Shu sababli ham men o'sha paytdagi trendda bo'lgan barcha serum, krem, maskalarni ishlatishni boshladim. Natija esa deyarli yo'q edi va aksincha terim battar quruqlashib, battar charchab va o'sha homiladorlikdan keyingi bo'lgan dog'larim sezilishni ko'proq boshladi. Va shundan so'ng men birinchi navbatda o'zim tinchlanib, har hafta terini yangi mahsulotlar bilan charchatishni to'xtatdim hamda teriga dam berishni boshladim. Sekin-asta shundan so'ng terim yana tiklana boshladi. Ikkinchi xato esa hamma narsani bir vaqtning o'zida tuzatishga urinish. Men kislotalar, retinol va vitamin C qanday ishlashini bilib turib, hissiyotlarga berilib va barcha dog'lar hamda yallig'lanishlarni darhol yo'q qilishga urindim. Tug'ruqdan keyingi uyqusiz kechalar hamda stress holati bilan birgalikda yuqorida sanab o'tgan harakatlarimga qarshi terimda to'qimalarda qichishish, quruqlik hamda qizarish kabi holatlar yuz bera boshladi. Uchinchi xato esa parvarishni kayfiyatga qarab qilish mumkin deb o'ylash. Dekretdagi charchoq va gormonlar disbalansi o'z ishini qiladi, ya'ni regulyarsizlik shuni anglatadiki, hatto teri vaqtincha yaxshilansa ham yallig'lanish qaytadi va yuz hali ham xiralashgan bo'ladi, ya'ni yuzingiz hali ham tiniqlashgan bo'lmaydi. Hozir mana yosh bolasi bor onalar juda yaxshi tushunadi, chunki bolangiz tug'ilgandan keyin o'zingiz haqida unutib qo'yasiz va shu sababli ham yuzingizga parvarishingizni chetga surib qo'yasiz. Men ham shunday holatga tushganimdan so'ng yuz terimdagi parvarishni maksimal darajada soddalashtirdim va ko'pincha men yumshoq tozalaydigan penkalardan foydalandim va undan so'ng namlantiruvchi yoki bo'lmasam tinchlantiruvchi mahsulotlardan foydalandim hamda SPF kremlardan foydalandim, ya'ni quyoshdan saqlovchi kremlardan foydalandim va bu eng kerakli 3 ta mahsulot hisoblanadi. Mana shu 3 ta asosiy harakatlarni muntazam ravishda qilganim sababli terim asta-sekin o'ziga kelishni boshladi va tug'ruqdan keyingi dog'larim sal ocharib, yuzim yanada tiniqlashishni boshladi. Homiladorlikdan keyingi dog'larimni esa men traneksamid kislota yordamida ketkazdim. U faqat terining yuqori qatlamida emas, ya'ni ichkarisida ham ishlaydi va melanin sintezini kamaytiradi. Mana bu yerda siz variantlarni ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun ham aynan tug'ruqdan keyingi dog'larni ketkazishda bu eng zo'r vosita hisoblanadi. Yumshoq penka, namlantiruvchi yoki tinchlantiruvchi vositalar, SPF krem hamda traneksamid kislota yordamida men yuz terimni hozirgi holatga qaytardim. Va xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, terini tiklashga meni 1 yildan ortiq vaqtim ketdi va shu yil davomida sabr, o'zimga g'amxo'rlik qilishni o'rgandim. Hatto o'zim kosmetolog bo'lsam ham dekretdan keyingi gormonlar va kayfiyatning o'zgarishi bilan bo'ladigan holatlar bilan kurashishimga to'g'ri keldi, lekin terim asta-sekin tiklanishni boshladi, tug'ruqdan keyingi dog'larim, pigmentlarim ocharib, ular yo'qolishni boshladi va men yana o'zimni oynadagi aksimni sevishni boshladim. Agar siz shu hikoyada o'zingizni tanisangiz, bilingki bu normal holat. Muhimi muntazamlik, sabr va o'zingizga muhabbat. Hatto hamma narsani darhol tuzatishni xohlasangiz ham, ozgina sabr qilsangiz, albatta sizni teringiz o'z holiga qaytadi. Bugun aytib bermoqchi bo'lgan gaplarim shu edi va bu mening YouTube'dagi birinchi videoyim.
Agar sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing, komment qoldiring va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizga bu gaplarim foydali bo'lgan bo'lsa, men juda ham xursandman va keyingi mavzularni, qaysi mavzularda gaplashishimizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Barchangizga salomatlik va ko'rishguncha xayr deb qolaman.